Selam dostlar, sizler bilan men Qirol Chaqmoq va Salom do'stlar, men To'tiqush. Bugun Albatta. Qirol Chaqmoq bilan video olamiz. albatta men mana bu yerning bloklarini mana bu zo'r bloklarga almashtirib chiqmoqchiman. Bundan ko'rinishi juda yaxshi, chiroyli bo'lsa qizilmas. To'g'rimi? Lekin bizga buni o'zi emas, ovozi yoqadi. Ovozi shik aytadi. Juda ham zo'r ovoz. Videoni ovozini ko'tarib qaranglar. Albatta yetti. Ana do'stlar. Endi yomg'ir yog'yapti. Uxlab yuborishimiz kerak bo'lsa. Maxluqlar bor. Yo'q, hali kech tushmadi deyapti. Baribir. Nima bo'lsa ham yo'q. Albatta, tutlar ishlatamiz. Chunki biz chektirmiz. Ha, yomg'ir tindirib yubordik. Endi biz biroz aylanib kelaylik. Nay. Yana o'qitdimi? O'qitini albatta yo'q qo'yish kerak. Yo'q bo'lmayapti. Menimcha bu yozuvni bossak yomon bo'lishi mumkin. Bosmaganimiz yaxshi bo'ladi. Mana bu yerda nima ahvol bo'ldi? Hamma narsa tushyapti. Yana bu urug'ni ham olib boramiz. Ana chiroqni nima To'tiqush? Bilmayman. Nima bo'ldi do'stlar? Ko'ryapman buni. Bu jichik olib borgan ko'rni bo'taylikchi. Qayerdir ochildi. Har ehtimolga qarshi oltin olmay yeymiz. Xudoga shukr. Portlamadi hali ham. Qilishni olib. Minecraft. Hali senda shunday narsalar bormidi Minecraft? Shu paytgacha. Biz endi bildik. Kim qo'ygan buni? Butunning skeleti bo'lsa. Yozuv chiqdi. Bu menimcha Tony Stark kiyimni yasagan. Va o'zi o'lib qo'ygan. Xuddi kamancha skeletdi. To'g'ri, cheklar qo'ygan. Lekin bizga baribir. Bizda asosiysi Temir odamning kostyumi bor. Yo'q qo'yaylik, qishloqda ko'p qolmasin. Xudoga uchaman. Qani bo'lmasa volg'a yana ish keldi. To'tiqush bilmay tushding. Tushimdan qoldi. Kelmay bo'lsin. Kerak bo'lsa biz oqshomda kunduz ham qilib yubora olamiz. Ana! Ko'ryapsizlarmi? Biz zo'rmiz. Albatta men haqiqiy cheaterman. Albatta birinchi narsani mana bu To'tiqushda ko'raman. Do'stimda emas. Albatta bu sening do'sting emas. Bu yetim To'tiqush. Yo'q, u To'tiqushlarning azosidan. Menga baribir nima men yuragimni mana shunday temir yurakka almashtirishim kerakmi endi? Nima? Almashtirsam zo'r bo'lardi. Ha mayli. Ana yuragim temir yurakka almashdi. Endi kostyumni kiyib ko'ramiz. Do'stlar qanday turar ekan? To'g'rimi To'tiqush? Ha, ajoyib turadi. Sen ham birinchi marta temir odamning kostyumida turishingmi? Ha. Qani bo'lmasa boshladik. Qara. Juda zo'rsan. To'g'ri, bu bosh kiyimni ochaylikchi. Men mana yerga yetib bunchalar qo'yik. Yaxshi yo'q qo'yik. Birinchi qurolni mana bu To'tiqushda sinab ko'ramiz. Yo'q. Qani buni headshot qilamiz. Yo'q, bu qurol shunchalik kuchlimidi? Biz do'sting omon qolayotib o'ylagandim. Endi bo'lmasa qishloqlarda sinab ko'ramiz. Yaxshi bo'ladi. Qalaysan? Bu joyidan qimirlamayapti. Hoy bola, sen qochib ketishing uchun 1 daqiqa beraman. Yo'q, 1 soniya. Sen qochib ketmang. Bunda boshqacha qurolni sinayman.
What the fuck? Beni öldürüp koyacaksın. Yemezdim. Ne oldu? Öldürdün-ku. Ishqilib bizni hech kim ko'rmagan bo'lsin-da. Mana bunga kiraylikchi. Dostlar yordam. O qotil. Uy, bizni ko'rib qolibdi. Alo, politsiya. Katta o'g'ri. Uni ham o'ldirib yuboramiz. Bizni ko'rib qolibdi-ku. Nega o'ldirishga kerak? Politsiya bizni allaqachon topib kelgan, topadi-yu. Axir qishloqda politsiya bor-ku. Qani? O'zini qo'ysan. Mana politsiya. Yaqinlashtiray. Mana politsiya. Qo'ng'iroqqa o'tamiz jiringlarmikan. Jiringlamadi shunchaki. Ana politsiyani oldiga bor. Seni tanimaydi ham. To'g'ri, o'rgimligini bilmaydi-ku. Komandirlar. Oy, hozir bizga jinoyat kelib tushdi. Qanaqa? U qora kiyimli, senga o'xshagan temir odam ekan. To'xta, sen o'g'ri emasmisan? Yo'q. Yo'q, u o'g'ri emas. Biz o'g'rimizku, qotilmizku. Ayting. Voy ramaslar, nega bu ishni qildilaring? Biz ataylab qilmoqchi emasdik. Shunchaki uni o'lib qolishini bilmagandik. Joydan bir qadam ham tushunmadi. Shunga biz otib ko'ribmiz. Iltimos, bizni kechiring, komandir. Mayli, faqat bizga 5 yildan beri qo'lga tushmayotgan eng kuchli o'g'rini tutib kelishing kerak. Mana tutamiz. Albatta. Shunaqilarni jazodan ozod qilaman. Yaxshi. Lekin qani jasadchi? Uni jazotini o'zimiz shug'ullanamiz. Ketdik. Sukasini shuni hamshilab ko'rmadik. Ishqilib xavfli bo'lmasin-da. Bo'lmasin san. Unga qarasha oltin olma. Albatta, Uy, do'stlar. Do'stlar, men hozir o'sha yovuz qotil qishlog'ini topganimdan so'ng videoni davom ettiraman. Do'stlar, mana bu yovuz yitilning qarorgohi bo'lsa kerak. Mana do'stlar. Voy, kelyapti. Qarang do'stlar. Tegmaydi-ku. Sehrlangan oltin yeymiz do'stlar. Bizni ko'rmadi, ikki qo'ldan. O'lmadi-ku. Do'stlar, aytgancha bizning Telegram kanalimizga ham u o'ldi. Seni bir qo'lda o'ldiraman. Vur. Do'stlar, negadir bular meni urishmayapti. Bo'radimi? Vur, men sening dushmaningman. Hech qisi yo'q. Ular bizga mana u yovuz jitil taxtda o'tiribdi. Allah'a şükür. Ey Allah.
Allah o'zingga shukr. Amin Alloh. Alloh sen. Uzr do'stlar, chiqib ketganimga yarasha sabablar bor. Telefon qotgandi. Bu naqd 12-chi videom. Bu videoni olishga shuncha vaqt tutdim ketdi. Bitta video o'xshamadi. Tasavvur qilinglar. Shu bitta videoni men asablarim yorilib zo'rg'a qilgandim. Bunisi shunday o'xshamay qolmasin deb shunga shunday qilayotgan edim. Do'stlar, endi bu yerga uchib boramiz. Yovuz yeydi qishlog'i. Hozir oldinga yarim yo'lda biz qolib ketibdimi? Buni ham bir yoqqa boramiz. Tegmadi. Tegdi. Ana nasibingni. Hali ham tirimisan. Endi o'larsan. O'ldi shekilli. Yo'q-aka, Yovuz qishlog'i. Menga qarashini qaranglar, turq sovuq. Hali sen tutib. Politsiyaga olib boraman. Meni qanday tutding? Meni soqchilarim senga nimaga tegib chiqmadi? Chunki men temir odamman. Yo'q. Men naqd 5 yil politsiyadan qochib yashagan edim. Hech qisi yo'q. Xavotirlanma, seni taxtingni ham o'zim bilan olib ketaman. Do'stlar, uning taxtini o'zimiz bilan olib ketamiz. Nimaga desangiz, biz boy bo'lishimiz kerak. Qishlog'i. Do'stlar, men taxtni yig'ishtirib bu qishlog'ini, ya'ni Yaramas qishlog'ini qaytadan olib boraman. Men Yovuzni tutib keldim. Mana qamoqqa. Mana do'stlar, men uni bu yerga olib keldim. Politsiya esa buni qamoqqa solishdi. Hoy, rahmat senga. Sen jazolardan qutulding. Sanarga ketaylik do'stlar. Hoppa. Do'stlar, men uning taxtini ham yig'ishtirib oldim. Uning taxtida naqd 31 ta zumrad blok bor ekan. Endi biz boymiz. Boy bo'lganimizdan tashqari yana bizda temir kiyim bor. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan men Qirolcha Ahmoq bo'ldi. Telegramga o'tib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga